Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Yakkaboq tumanining Ittifoq tuzmalaridan olib ko'ryapmiz. Manzaraga baho berib qo'yasizlar. Qizildaryo. Qashqadaryo Yakkaboqning judayam yaxshi ko'rib qo'yiladi. Like bosib qo'yasizlar. Qashqadaryo Yakkaboqdan bo'lgan aka-ukalarimiz kommentariyani qoldiringlar. Tomondan ham ko'rsataman hozir. Kimga mashina dam olish zonasi kerak bo'layotgan bo'lsa, kelaverasizlar. Mana shu Tatar tomonga to'g'ri chiqib kelaverishda mana ham tomonda bashni bor, yo'l qurilish ishlari ketyapti. Bashnidan o'tgandan keyin mana yo'li mana bashnidan o'tgandan keyin o'ng qo'lda burilish ucha bor. Ikkita ko'prik bo'ladi. Adashib qolmaysizlar, ikkita ko'prik bo'ladi. Ana shu pastdagisidan o'tiladi. Boshqa joylarda bunday ikkita ko'prik yo'q. Mana shu o'tiradigan joyimiz, hozir biz o'tirgan joyda mana shunaqa holat bor. Juda ham zo'r, salqin joylari. Yana bitta video tashlab qo'yamiz. Manzarani qaraylik. Juda ham zo'r.